Yana bir ingliz tilidagi muhim bir mavzulardan biri bu present simple hisoblanadi. Present simple nima? Present simple bu o'zbek tilida hozirgi oddiy zamon hisoblanadi. Present simple qanaqa ish harakatlarga, qaysi holatlarda ishlatiladi? Hozir men sizlarga o'sha narsani tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, present simpleda asosiy to'xtalib o'tadigan bo'lsak, present simple doimiy, takror-takror sodir bo'ladigan ish harakatlarga nisbatan har kunlik ishlarimizga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni o'zbek tilida men maktabga bordim, men bugun kitob o'qiyman yoki maktabga boraman, universitetga boraman, nonushta qilaman, tushlik qilaman degan gaplarimiz bor. Bu gaplar ya'ni doimiy takrorlanadi. Kecha ham, bugun ham va undan keyin ham takrorlangani sababli bu gaplarni biz ingliz tilida ya'ni present simple yasashga harakat qilamiz. Present simple doimiy takror-takror ish harakatlarga nisbatan ishlatiladigan zamon hisoblanadi. Demak, present simpleda birinchi yasalishga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, present simpleda asosiy birinchi keladigan narsa bu subject hisoblanadi. Ya'ni subject bu gapning egasi, subjectdan keyin fe'l keladi. Endi mana shu joyda bir to'xtalib tushuntiradigan bo'lsak, subject ko'plik yoki birlikda bo'lishiga qarab fe'l har xil tuslanadi present simpleda. Ya'ni biz ko'plikdagi fe'llar va ko'plikdagilar olmosh boshqa narsalardan keyin otlardan keyin ya'ni fe'lni o'z shaklini ishlatamiz. Lekin aksincha agar birlikda bo'lsa he, she, it yoki bo'lmasa Sara, Tom degan egalar keladigan bo'lsa gapda, ular fe'lga s, is va is kabi qo'shimchalar qo'shilishiga to'g'ri keladi. Demak, asosiysi, ya'ni biz ko'pchilik holatda fe'ldan keyin, ya'ni birlikdagi egadan keyingi fe'lda ko'pchilik 90% holatda s qo'shiladi. Ya'ni work, works, work, works bo'ladi. Lekin ba'zi o, sh, ch, h va double s lardan keyin es qo'llaymiz. Masalan, watch bo'lsa watches. Lekin y harfi agar undosh harfdan keyin keladigan bo'lsa, biz s qo'shsak, bu yerda o'zgarish sodir bo'ladi. Ya'ni y harfimiz ingliz tilida I harfiga aylanadi va undan keyin es qo'shiladi. Demak, biz present simpleda always, usually, often, sometimes, never kabi vaqt ravishlarni ham ishlatishimiz mumkin. Bular gapda subjectdan keyin, ya'ni egadan keyin asosiy fe'ldan oldin ishlatiladi. Agar yordamchi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yordamchi don't, doesn't kabi yordamchilar bo'ladigan bo'lsa, ulardan keyin keladi. Always 100% holatda, ya'ni doimiy takrorlanadi degan ma'noda ishlatamiz. Usually, often, sometimes bu 80, 60 va 40% larda ishlatiladi. Never bu hech qachon deb tarjima qilinadi. My brother works, they live, she studies, the sun shines. Ya'ni bu yerda birlik va ko'plikka qarab fe'lni har xil shaklda tuslashimizga to'g'ri kelyapti. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, present simple asosiy hayotimizda va ingliz tilida umuman biz uchun juda ko'p uchraydigan va speaking va writing kabi qismlarda ko'p ishlatadigan zamonlarimizdan biri hisoblanadi va buni bilish biz uchun muhim hisoblanadi. Demak, endi asosiy bir ma'lumot beradigan bo'lsak, so'roq shaklini yasash uchun biz present simpleda do va does kabi fe'llar, yordamchi fe'llardan foydalanamiz. Bu yordamchi fe'llar egadan oldinga chiqadi va bunda bizda fe'lda agar birlikdagi egadan keyin keladigan fe'l bo'ladigan bo'lsa, uni biz s va es tushib qoladi, chunki does birlikdagi egalarga nisbatan ishlatiladi, do ko'plikdagi egalaridan oldin ishlatiladi. Inkor shaklida ham don't, doesn'tdan foydalanamiz. Don't ko'plikka nisbatan, doesn't birlikka nisbatan ishlatiladi. Bunda ham fe'lda agar qo'shimcha qo'shilgan bo'lsa, u tushib qoladi, chunki does'ning o'zida qo'shimcha qo'shilgan. He play football. He doesn't play football.
You like chocolate? Bunaqa savol bo'lmaydi. Savolchak tenses uchun do you like chocolate deb misollar keltirsak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.